yurtidan, Qo'qondanman, xonlar yurtidan, beklar yurtidanman deyman mikrofonda. Vodiydanman, ahli vodiydanman deb mikrofonda maqtanib gapiraman. O'sha yerlarga borganimda. Endi hozir Instagramga qo'yamiz. Bizni vodiyni mehmondo'stligini ular ham bir ko'rib qo'ysin. Qanaqa qarsak choladi, qanaqa qiyqiriqlar bo'ladi, qanaqa baqir chaqirlar bo'ladi. Hozir bilan vodiychasiga rahmat. Muzika turolsin. Kelinglar bugun bitta zo'riga sali qilamiz. Zo'r o'yinga tushadigan o'g'il bola kerak. Hamma hayron. 3-sinfmi, 4-sinfmi farqi yo'q. Eng zo'ri bo'lsin. Salomat. Salomat. Qalaysiz, yaxshimi? O'zi ham, ya Afruza bitta bor. Shu bola ham o'zi zo'rg'a turgan ekan. Otizmi? Ya, bek, yoshingiz nechida? 10da. Nechinchi sinf? 3. 3-sinf. Tursa qo'lim, qo'lim mana qilaverasan. O'yinga tushamizmi? Nimaga chiqding bo'lmasa? O'yinga tushgani Afruza bilan o'yinga tushasanmi? Yo'qmi? O'yinga tushdi bilasanmi? Nimaga chiqding bo'lmasa? Tosh ko'targani chiqdingmi? Ko'tarchi. O nargisini, chekkadagisini, ha? Qani Yo'bek, ha? Hayt! Sekin qo'yamiz endi. Yugurib borib joyinga borib qarsak chopdi. Kim zo'r o'yinga tushadi? Eng zo'ri bo'lsa o'yinga tushadigan bolalarda tez. Kim chiqadi? Kim chiqadi? Pul beraman. Zo'r o'yinga tushganga. Katta muzika qani? Ay! Uslubda barakallah. Barakallah. Ana bola olamiz. Ha, qarsaydi bori shumi bir ovozi bilan bitta qarsay qariga tegolmasa. Rahmat. Toshni orqadan aylantirib otib o'ynadi. Yakka holatda ham ko'targan bo'lsa. Endi bir tosh bilan bitta ko'ramiz. Demak 16 kilogram bo'lgan toshdan boshlaymiz. Mana bu toshni o'zingiz tengqur yigitni chaqirdim. Afruza. O'zingiz tengqur yigitni chaqirdim. Bitta qo'lda harakat qildi, ko'tara olmadi. Ikkita qo'lda ham harakat qildi, ko'tara olmadi. Endi siz agar mana shu 16 kilogram bo'lgan toshni bitta qo'lda ko'tarsangiz, qarsak bo'ladi. Kelishdikmi? Qani? Balkim gapirishga oson, to'g'ridagilar pastga o'tiramiz. O'tir pastga, ko'rinadi. O'tir, u orqadagilar ham ko'rsin, o'tir. 16 kilogram bo'lgan tosh, buni ikkita qo'lda harakat qildi, ola olmadi. Afruza bitta qo'lda ko'taraman deyapti. Agar ko'tarsa, otangga rahmat deb qarsak olamiz. Tayyormi? Bos bolam, keta. Rahmat. Toshini
to'silmassan, qarab turing, hushyor bo'lasan. Katta bo'lam, bos. Hoy! Barakalla! To'silmassan, bitta qo'lda. Opa! Qarsang bo'lsin, qani! Mana bu 24 kilolik toshni oltinsini bola ko'tara olmadi. Agar ko'tarsa bitta qarsa ich olasiz. Qarab turing, marhamatga tegolmasan, qani. Tuyoqlari tosh kesar, qo'shqanotni oringga, qamchi bo'lsa qo'g'onim. Birodarlar, bu choydan qarsak mayda toshdan ko'tarilmaydi. Ovozi bilan qarsa bo'lsin. Qamchi bo'lsa qo'g'onim, so'zgala qurib oringga. Boshlagan xudoga so'q. Qarsay bo'lsin, qani. Rahmat. Omon bolajonim. Hozir seni yoshingda polvon dorbozlarni ichida ham sandaqasi yo'q, ko'tara olmayapti. Bitta bu. Bitta. Maqtashni arziydi. Maqtagani arziydi. Arziganligi uchun maqtayapman. O'zingiz guvohi bo'lyapsiz. O'zidan katta bolalar ko'tara olmayapti bu toshni. Ikkinchisini bu qiz bola, bu ular o'g'il bola. Agar ko'tarsa bitta qarsa ich olasiz. Qarab turing, bos bola. Qani. Rahmat. Xudo rozi deydi, omon bolam olasan. Nazar bo'lamiz, qaytarmasdan. Ketdi quyoshim. Ko'tar, hop. Barakalla. Mashalloh. Jazakalloh. Qarsay bo'lsin. Ovozi bilan, qiyqirig'i bilan bitta qarsak, qani. Tamam deb qo'yiladi. Asrlaridan ko'pkari bizga meros. To'ydan ko'pkari qilish o'zbekkanamizga. Bojarashar chobog'im, ortalashar chobog'im. O'zbegimni to'yida. Qani. Birodarlar, bu choydan qarsak velosipedni balonni ham aylanmaydi. Ovozi bilan qarsa bo'lsin. Shopirni yonida turgan yigitlar ham o'tirib olar ekan. O'zingiz bilan qo'shib tortsinmi yo tushtirasizmi? Tushtirasizmi? Bo'ldi. Agar o'zim bilan tortsin deganingizda 200 ming bo'lardi. Yengil ish bo'lyapti. Hala so'yib qo'ydingizmi? Rushdo'li shurib qo'ydingizmi? Hala so'ydami? O'tatib qo'ying bo'lmasa. O't qo'yib qo'ying. Mana shu holatda tortadi. Mammallik, o'tir. Ey Anora, Chinora, Gulnora, Nigora, o'tir. Ey o'tir, orqadagilarni to'sma bolam. Pul beradigan odamni oldini to'sma, o'tir. Ona qizim, tortamiz, Damas mashina. O'yinchoq emas, hazilakam yuk emas, yarim tonnadan oshiq mashina. Agar tortsa, taqarsa ich olasiz. Tortsa. Torta olmasa, ham qarsa ich olaveringlar. Ketdik. Qani. Ey, muzikaga baland bo'lasan, hey birodar. Bu gapirishga oson, ko'rinishga oson. Mashq qildi, sizga mashqning natijasini ko'rsatib boryapti. Mana bitta tilagim bor. U ham bo'lsa to'y qiling. O'g'lingizga to'y qilsangiz, biz borib ash to'yingizga xizmat qilib, 2 kun dor quruq xizmat qilib beraman. Xohlasangiz buni Batutda, xohlasangiz Kalisirda olib borib. Mahallangizga sig'adigan dorim bor. 10 so'tlik, 8 so'tlik joyingiz bo'lsa ham bo'ldi, sig'averadi meni dorim. Muhimi, dor kelsa boshqacha bo'ladi, baribir. San'atkor keladi, ikkita qo'shiqda aytadi, pulni yig'ishtiradi, ketadi. Men to'g'risini aytaman sizga. 3 kunda esidan chiqadi. Dorbozni olib kelib, nabirangizga, o'g'lingizga to'y qilib, dorda olib kelib o'ynatingda, bir umr bolangiz esidan chiqmaydi. Bir umr. Dadam meni to'yimga dorbozni olib kelgan. Men dorga chiqqanman deb niyat qiladi. Meni to'yimga bir qiz kelgan edi, dorboz qiz, polvon edi, tosh ko'targan qiz kelgan deb
bir miyasi muhrlanib qoladi. Aka, men shuncha million berasan, buncha pul berasan demayman. Telefon nomerimni oling, telefon qiling, ayting, xizmat qilib beraman. Ey, sanatingni ko'rdim. Qoyil qoldim. Yuragim bir jazaydi. Hammadan emas, har kimdan emas. O'g'il bola emas, qiz bola tomosha ko'rsating, ol toshdi. Qo'lingizni ochib bir amin deysizmi? Ilohi amin. Mana bugun o'zim ham o'tirib duo qilaman. Bugun Saydila ayyom juma kunda turibmiz. Masham o'chirib turasa kerak. Kunda boshchi balo qazoni qaytshi deydi. Jumadan shanbaga o'tar kechasida turib qo'lini ochib amin deganda Xudovandim xonadoniga nur bergan. Bizlar bilan bismillah deb ikki muborak qo'lini ochib amin degan insonda Allohim xonadoniga fayz bergin, barakot bergin. Bu dunyo rozi bo'lgin. Ro'za Ramazon oyida turib, ro'zani juma kunida, Ramazon oyini juma kunida turib qo'limizni ochib duo qilyapmiz. Gunohlarimizni afv etgin Parvardigor. Amin aka. Onadan yangi tug'ilgan chaqaloq kabi gunohlarimizni afv etgin. Amin. Pinhona, oshkora bo'lib qo'ygan gunohlarimizni kechirgin. Otamizni, onamizni gunohini kechirgin. Atrofga qarang. Qanchadan qancha insonlar qo'lini ochib amin deyapti. Onalar qo'lini ochib duo qilyapti. Yigitlar, aka-ukalar qo'lini ochib amin deyapti. Biz vodiyda bunaqa narsaga juda ham mana bu yerdan duo qiladi. Men ko'p viloyatlarda, ko'p shaharlarda tomosha ko'rsataman. Boshqa joylariga borib duo qiling desak, kissasiga qo'lini solib turadi. Yo semichi chaqib turadi, yo mensimaydi, bemalol gaplashib turadi. Axir biz ayollar o'tgan yurtamiz. Pir ustozlar o'tgan yurtamiz, bizni dadalarimiz namozxon, onalarimiz namozxon, bizni mahallamizda Xudoning uyi, masjidlar bor. Bir kunda 5 mahal azon aytiladi. Tarovihlar o'qiladi, bomdodga boradi, peshinga, asrga, shomga boradi. Juma kunida mahalla to'lib ketadi. Bizni shunaqa vodiyda. Alhamdulillah robbil alamin. Mana shu yurtda tug'ilganimizga Allohimga hamd sano bo'lsin. Peshonamizni sajdaga qo'yib Subhana Rabbiyal a'lo deganimizga Allohimga hamd sano bo'lsin. Musofir yurtda yurganlar bor. Aka-ukalarimizni Allohim safarini bexatar qilgan. Meni mahallamga bir Afruza degan polvon qiz keldi. Men san'atini ko'rdim. Havas qildim. Hasad qilmadim-ki, shu qizga bir ataganim bor, bir niyatim bor. Yuragimdan bir joy egalladi. Men beraman. Menga Alloh bersin deb qaynanib bormaydi. Havas qilgan odam bormi sizda? Meni qizimga o'xshagan bir qizi bor, dadalar, akalar bormi? Men deb hech narsadan uyalmasdan o'ng oyog'i bilan bir qadam bosib yo'qlaganda Xudo uyiga 100 yilgacha barakotingni, nuringni yog'dirgin Parvardigor. Amin. Amin aka. Allohu akbar. Ya muzikani chal.